qashqadarinskiy qurt qilib turib chiqaramiz. Короче, qurtda ham xuddi shunaqa. Bunisi bitta joyini sirini aytib o'taman. Biz buni mana o'sha mana ko'ryapsiz qanday shaklda bo'ldi. Biz buni olib turib aytgandek qanday quritish ma'nosini desa, bu masalan mana ko'rsangiz bo'ladi qanaqaligi kattalik bo'lgan o'sha. Ikkinchi kun o'sha oradan 2 kun o'tayotgan. Rais, nima qilyapsiz? Ulug'bek tushunmay qoldi. O't teryapmiz, o't sotamiz deb. Tushunmayman bori. YouTube kanalim ham blokka ketdi. TikTok kanalim ham blokka ketdi. Yangi kanal ochdik mana TikTokka. Bugal borku, nimani tushiramiz? Bugal Qashqadarinskiy qurt qilib turib chiqaramiz. Ko'p odam masalan bilmaydi, Qashqadaryo qurtlar qanday bo'lishi. Ha? O'shani qilib chiqarib ko'rsatamiz. Sertifikatlarni qanaqa sizlardan olinadi? Nomer 1 O'zbekiston bo'yicha qurtlardan hisoblanadigan Qashqadaryo qurti bo'ladi. Chunki ular ham turish nisbataniga kuchliroq bo'ladi. Masalan, qurtni surok degan narsani o'zi yo'q. U ko'proq ham turadi, tosh qurt bo'lib. O'shani hozir sen bilan borib bozorga suzmani olib kelamizda. Keyin o'sha qurtni qilamiz, shuni anolari situatsiyasini tushiramiz. Do'stlar, mana yangi YouTube kanalimiz ham yangi TikTok kanalimizga, TikTok kanalimiz уже ochilganiga bir oylardan oshib ketdi. U blok bo'lganda YouTube kecha blok bo'ldi. Kecha emas 2 kun bo'ldi. Bilmayman, men hayronman. YouTube ham meni ko'ra olmayman deyman, bitta video qo'ysam blok qiladi, e'tibor qildim. YouTube ham bizni ko'ra olmaydi. O'shanga hozir boramizdan uni olib kelamiz. Bu yerga do'stlar podpiska bosib qo'yingizlar. Agar yoqqan bo'lsa like bosib qo'yingizlar. Aytib qo'yayım, bu aynan bu videomiz endi Amerikaga ham yetib boradi. Chunki bir og'aynimiz so'rovdi, nimaga men deyapti, qurtni qilyapman, qurt sap-sariq bo'layapti dedi. Qurt shilqishlanib ketyapti dedi. Qurt qilishni men sizlarga aynan Qashqadaryo qurtini qilishni men sizlarga bugun videosini qo'yaman, ko'rasizlar. Yur endi bozorga. Ana Ulug'bek boy, mana Qashqadaryo'niki. Bu endi Faruq, endi bunisini tushunmaysan. Mana bundan qilsang Qashqadaryo qurt zo'r chiqadi. Manadan bo'lmaydi, lekin mana odashib mana bunaqa yog'li qurtlardan bu chiqmaydi, bu sarg'ayib ketadi. Texnikada sarg'ayadi. Mana o'zi mana bilinib turibdi. Mana shunaqa. Hozir mana Ulug'bekni o'ziga ham iminni olyapmiz. Jigar mana bunadan qilsangiz Qashqadaryo boshsiz bo'ladi. Biz suzma olyapmiz, sal yetmagani. Albatta, hozir borgan uyda ko'rishamiz birgalikda. Qashqadaryoni qilishga. Mana qo'yapsiz. O'sha narsaga ahamiyat berish kerak. Manaqadan qiladi-da, ana Furqat Burat Amerikada qilib, Akbarjon meni qurtlarim sarg'ayib, shimiqlanib ketyapti dedi. Bu bundan bo'lmaydi-da. Tushunmaydi odamlar. O'shaning uchun asnovni aziz assalomu alaykum. Biz suzmani oldik. Suzma bozor. Suzmani oldik, chiqib ketyapmiz. Ulug'bek ko'chada qolgani uchun ko'chada kutib turadi. Mana asnoviy do'stlar, hozir shu joyni olish esdan chiqdi. Esdan chiqdimiz. Ulug'bek bilan suzmani olib keldik. Mana suzma turibdi mana yerda. Suzmani soldik. Bitta narsani aytaylik, biz 20 kilo suzma oldik. Chunki aytib o'taylik, biz sexda qurt qilinsa ham, undan tashqari ham uyda ham qurtni qilib paketda tarqatamiz. Endi o'zimizning brendimiz bor. Albatta, brendlarimiz o'zimizning bir 4 ta 5 ta brendimiz bor. O'shanga sexdan ham chiqadi qurt. Bu yerdan ham chiqadi. Aslida endi Qashqadaryo qurti uspet qila olmayapti sex. Undan ham aytib qo'yish kerak. Hozir masalan mana suzmani solib qo'ydik. Suzmani qattiqni ko'ryapsiz, qattiq deb o'ylaydi odam, qattiq deb o'ylaydi. Lekin bunga hozir tuz sepdik-ku. Tuz sepyapmiz yana ham. Tuz sepgandan keyin qor qanday eriydi muz? Shunda eritib beradi. Hozir ko'rasiz, mana bosaman, julib. Buni mana biz joy ham qilib qo'ydik. Aynan suvini qochirish uchun zordob bilan marlaga solamiz, zordob solamiz. Bir xillar aytishadi, nimaga biz deydi Akbar uyda qilyapmiz, qurt deydi, ko'p so'raydi. Qurt qilyapmiz, no deydi, bizniki shimiqlanib ketyapti, sarg'ayib hidlanib ketyapti deydi. Bu qurt qilishim aynan borki, mana oshga mag'zini, boyagida qaynatasi, sabizni, zirvakni hamma qaynatalarda guruchni solgandan keyin boshlanadi ijod. Qurtda ham xuddi shunaqa. Bunisi bitta joyini sirini aytib o'taman.
do'stlar, mana qarang, jibillab ketyapti. Mana qarang, mana. Jibillab shu mana suv bo'lib ketdi. Ahamiyat boya qanday qattiq edi, mana suv bo'lib ketdi. Tuz sepilganda shunaqa suv bo'ladi. O'shaning uchun tuzni sepib, keyin iloji boricha tuzni sal sho'rroq qilsangiz, qurt hidlanmaydi. Keyin qurtni qilingandan keyin asnovni hozir u yoqlarni ham men sizga ko'rsataman. Mana qo'limni sal kesib oldim. Shunga men hozir ishlatsam og'rib ketdi, esdan chiqib ketdi. Bu qo'l bilan qilaylik. O'sha joylarni ham o'rgataman. Yo bu bo'ldi, siz mana bunday qilamiz ekan. Bu yog'i mana tagini suyini qarang, suv bo'lib ketdi. Tuz yig'lataveradi. Qattiq suzmani ham tuz yig'latadi. Mana yig'ladi o'sha. Boya qo'l bilan qisib olmayotgan, yig'ladi. Suzma yig'laveradi. Qashqadaryo qurtni bir sirli tomoni bor. Qashqadaryo qurti jigarim surok degan narsa Qashqadaryo qurtda bo'lmaydi. Chunki Qashqadaryo qurt tosh bo'lsa, u turaveradi. 1 yil, 2 yil. Endi biz brendimizda chiqayotganda 6 oy deb ustiga yozib qo'yamiz. Lekin aslovni dangarni oladigan bo'lsa, qurt bitta qotib olsa agar, bitta qotib olsa bu yerga ketaveradi. Qancha qolsa ketaveradi. 1 yilmi, 2 yilmi, 10 yilmi unga farqi yo'q. Qancha qolsa shuncha qotadi. Lekin buni mana hozir biz bunday qilgandan keyin boyagi gapim. Boyagi gap yana bo'lyapti. Odamlar biz uyda qilyapmiz, sarg'ayib ketyapti, hidlanyapti deydi-yu. Qurt qilingandan keyin do'stlar, qurt qilingandan keyin qurtni eng sirli joyi boshlanadi. Shunda ko'p odam buni bilmaydi. Qurtni qilganingizdan, masalan, endi Amerikadagi og'aylarimizga bo'lsa, aynan aytib o'taman, faqat bratni o'zi bir hidlanib ketyapti deganiga, qurtni qilgandan keyin bir kun farqi yo'q. Endi hozir Amerika sovuq, bizda issiq. Bir kun qurt qilingandan keyin ko'chada turish kerak. Bir kun. Ko'cha deganda quyosh tagida emas. Qurt absolyut quyosh tagida turish shart emas. Ko'chada bir kun turadi. Chunki bir tortishadi. Dam oladi qurt. Tayyor bo'lgandan keyin. Endi tayyor qilasiz-ku, dam oladi. Undan keyin uyga kirgizib, boyagiday uy agar issiq bo'ladigan bo'lsa, ham tushunaman. Ko'cha sovuq, uy issiq. Unda shilimshiqlanib qolmasin degan fikrda, chunki qurt sirazu issiqdan qo'rqadi. Shilimshiqlanib ketadi. O'sha joyda bitta o'tib olsangiz, qurt kelib turaveradi. Farqi yo'q, xolodilnik ham shart emas. Qancha bo'lsa ham turaveradi. O'sha vaqt agar uyda ventilyator bo'lsa, ventilyator endi Amerika uchun. O'zbekistonga aloqasi yo'q. O'zbekiston issiq-ku. Bitta ko'chaga, soyaga chiqarasiz, dam olib turaveradi. Qancha tursa shuncha qotadi. Endi Rossiya, Amerika masalan, og'aylarimiz aniqlayotgan Rossiyada, Amerikada bo'ladigan bo'lsa, birdan qirib agar uyning ichida qoldiradigan bo'lsangiz, qurt shilimshiqlanib ketadi, hidlanadi. O'shaning uchun uyga bir hamoni qilib qo'yasiz, stol ustiga taxlaysiz qurtni. Birinchi podnoska taxlaysiz, ko'chaga qo'yasiz, bir qisqasi 10 soatlab tursin-da, bir tortinib olsin. 10 soat turgandan keyin ko'cha sovuq, tushunamiz. Yoki ko'chaga emas, masalan, domda yashayotganlar bo'lsa, oynani ochib qo'ysa, havo aylanish kerak. Keyin o'sha ko'chaga qo'ygandan keyin ichkariga kirgizib, ichkariga issiq bo'ladigan bo'lsa, uy issiq-ku, qurtga issiq yaxshi desangiz yo'q. Tayyorlangan qurt yomon ko'radi issiqni, qurt quyoshni yomon ko'radi. Qurtni quyoshga qo'ysangiz yorilib ketadi. Suvini ichib olib qo'yadi-da, quyosh. O'shani ichkariga qo'yib, ventilyatorni uzoqdan yoqib qo'ysangiz, bitta tortilsa, bilinadi. Sal qotganday bo'ladi, tortiladi. Peshatga ham yirtilib ketdi. Sal tortiladi-ku, tortilgandan keyin bo'ldi. Shu turishda turaversin. 1 oy turadimi? Qancha ko'p tursa, shuncha anasini yig'averadi. Hozir do'stlar, biz buni suvini tortishni bu yoqqa o'tkazamiz, просто peshatga yirtilib ketdi. Yomon kuchli bosayotgani. O'sha peshatkani alishtiraylikda. Qani shavq ketdi. Alishtirib bu yog'ini sizlarning onlaringizda davom etamiz, do'stlar. Shunaqa gaplar.
aytib qo'yaylik do'stlar, iloji bo'lsa bu yangi kanalim. Eski kanaldagi videolar o'zidan o'zi blokka tushdi. Bilmasam men qayramay peshatga ham kiyinmaydi, qo'l bo'ldik. Qancha mayli kiyinishi. Barmoqlar kiyinmaydi, o'sha oxiriga yetib qoldi, uncha shart emas. Kesilgan qo'l bilan bosib yerdik. Mana bunday buni bosayotganim tuz bir-biriga yaxshilab o'tsin degan fikrda. Chunki bir joyi qurtingizni tuzli bo'lib, bir joyi tuzi past bo'ladigan bo'lsa, unda bu yaxshi bo'lmaydi. Endi do'stlar, buni sizlarga ko'rinsin degan fikrda mana bunday, mana mariyaga buni olasiz. Oddiy olasiz. Yaqin olsangiz, oddiy olasiz. Bu hali ancha suv chiqaradi. Oddiy misolda 1 kilo qurtga 3 kilo suzma ketadigan bo'lsa, oddiy misolda suzmasiga qarab hamma joyning har xil suzmasi bor. Kerak bo'lsa 2 kilo suzmadan ham 1 kilo qurt tushadi. Uni ham o'zini joylari bor. Suzmaning qattiqligiga qarab. Lekin aynan Qashqadaryo'niki hali ko'rasiz, 100 grammdan qurt qilamiz. Katta Qashqadaryo stakanchik bo'ladi-ku. 50 grammlar qoladi. Qolsa agar. Lekin qurtmisam qurt bo'ladi. Yana boya borki, shart fikr qildik-da, bu tayog'imiz ancha ishlab berdi-da, o'sha gapni ochig'i, o'sha ko'ryapsiz, ranglardan olib ketgan. Endi suyun rangi yomon narsa rangi emas. Bu o'sha chidamasligiga men biladim, endi yana narsa qo'shib qo'ydik-da. Endi nima qo'ydik? Endi hammani uyda bormi, shashib pishirasizlar. Bu ham ushlamaydi-yu. Chota podozrительный qo'yib ko'ramiz. Hop. Ya Allah. Короче, shuni ushlaysam, ushlamaysam endi shu deydi-ku. Mana joylashtirdik. Buni ustiga hech narsa qo'yishimiz hojati yo'q. O'zi asta jimbilab oqib ketadi. Ana suzmasi qolmaydi, ana suvi oqib ketadi. Mana 20 kilo suzma bo'ladigan bo'lsa, bu 20 kilodan kamida 3 litrgacha suv oqadi hali bundan. O'sha suv bilan chiqib tuz ham chiqib ketadi. Ko'p odam aytadi-yu, ko'p aytgan ham og'aylar ham endi biz qurt bilan shug'ullanamiz, ko'plari bizdan masalan savet so'raydi. Buni sirini hamma aytavermaydi. Uni yo'q, mana hamma biladi-ku, yo'q, gapni ochig'i. Ko'p sexlarimizga analar kelib turib ayting qanday tayyorlanadi degan emasni ko'p odam aytmagan. Bugun aytdim, endi o'zimizning brendlar ham bor. Mana ko'rganingizdek. Har qancha brendlarimiz ham bor. Ko'rayotgan bo'lsangiz, brendlarni ko'rayotgan bo'lsa, har qancha brendlarimiz ham bor o'zimizni. Sigirni kallasi ham bor. O'shani aytganim ko'plar kelib turib sexda so'raganda aytmaymiz. Endi bu gal aytadigan, sirni ochadigan kanal-ku bizniki, ko'p ovqatlarni sirni ochadi masalan. O'shanchalik qilib. Qisqasi bu bir kun turadi. Endi sizlar uchun bir kun emas, sizlar uchun bir 10 soniyada o'tib ketadi. Chunki biz ertaga davomini olamiz buni videoni. Keyin qurtni qilinganini ko'rsataman. Qurt qanday saqlanishini. Bu bo'ldi, mana turishda ko'rdik, bo'ldi, qilaveraylik degan emas. Eng katta sir u yoqda. Ko'p odamlar shu joydan o'tib ketib, keyin qurtni buzib qo'yadi. Hidlanib ketadi qurt. O'shaning uchun yaqin sirlarni ko'raverasiz. Buni aytganimda yana mayli bittanisi boya tuz solganimizda tuzni ta'mini ko'rganimiz yo'q. Nimaga? Nima sababdan? Chunki tuzni sal ko'proq soldik. Sababdaki tuz suv bilan chiqib ketadi. O'shaning uchun endi ko'plar tuz ko'p solganman, yana deydi, men tuz kam bo'lgan. O'shaning uchun sarg'aygan desam tuz ko'p soldik deydi. Tushunmaydi o joylarni. Do'stlar, mana shu tariqada davom etadi. Turadi, bu lekin 2 kundan ziyod turdi. Ya Allah, mana oldik bu yoqqa. Aytgandek, mana ichiga qarasangiz bo'ladi, qancha suv to'kilganini. Bu ichiga ketgan suv. Bundan tashqari yonboshda piyalar taqlov degan uyga
uyni ichidagi tarzdagi bo'layotgan narsada bu suzmani masalan suvini qochish uyni ichidagi vaziyatdagi bo'layotgan narsa. Bu sexda bunaqa qilinmaydi, qo'l bilan ham bosilmaydi. Sexda o'zi apparat bosadi. Apparat bosgandan keyin suvini chiqaradi. Bu endi uyda qilayotganimiz tarzda qilib qo'yganimiz. Hozir qurt qilayotganlar mana bu yerga to'kib qo'ydik уже. Tappa tayyordan suzmamiz tappa tayyor. Bir ikki marta bosdik shu tariqada. Chunki nimaga? Boyaga tuzi tagida qolgan bo'lsa, hozir og'dardik tagi ustiga chiqdi-yu, tagigacha bosib tushadi-da tuzni. Tuzni bosib tushish kerak. Tuzini bir ko'rdim. Endi qo'shmoqchi bo'ldim. Ko'rdim. Tuz normal. Boyagidek tuz yo'q. Qarang, biz endi sar sho'rtog'am bu. Qashqadaryo qurtli o'z sho'rtoq bo'ladi. Variga suv oldik biroz piyalaga. Bu yerda tarozi. Biz chunki grammlab qilamiz. 100 grammlar qilamiz. Shu qolganda shu boyagidek 70-50 gram bo'lib qoladi qurigandan keyin. O'sha uchun men tarozim. Endi sizlarga tarozi asobini emas, chunki bizni chexda gramovkasi 50 gramlar qurtlar bo'lgani uchun men endi bu yoqdan ana bilan tarozidan qilib masalan bir xil bo'lsin degan anoda. Buni u yoqda cheximizda apparat kesatdi. Точно kesadi, u apparat adashmaydi. Biz mana 110 gramdan qilamiz endi na всякий случай. Olgandan keyin qo'lingizni suvga tiqib olishingiz kerak, chunki mana qurt yorilib ketmasin qilayotgan. Birinchi mana bunda yumaloq qilasiz. Bu asli apparatning ishi. Ota-bobomiz ham qo'llab qilgan. Shu mana. Bunday qilganingizdan keyin biz buni mana o'sha mana ko'ryapsiz qanday shaklda bo'ldi. Biz buni olib turib vaqtincha bu yoqqa o'tkazamiz, undan keyin tashqariga yig'iladi. Uyni sharoitida biz qanday tashqariga yig'amiz? Bizda tashqari yo'q-ku deydiganlarga unisini ham davomida ko'rsataman, qanday yig'iladi. Oldik, mana qo'yamiz. Endi bir sizlar endi bittasi xohlaganday qilishlaringiz mumkin, katta kichkina qilib. Biz bir xil shaklda qilamiz, chunki bizga paketga ketadi-ku bu. Bir xil shaklda bo'lishi kerak. Bir xil shaklda bo'lmasa, paketda 1 grammirovkasi ko'p bo'lishi mumkin, 1 grammirovkasi kam bo'lishi mumkin. Aslini qurigandan keyin shu 60 gram, mana masalan 110 gramdan 60 gramga tushganda biz uni paketga uramiz. Chunki paketimiz mo'ljallangan boyagi ustida vesi bilan turibdi. Endi texniki vesi bilan turgani uchun biz o'sha usulda qilamiz buni. Biz hozir 100 gramga mo'ljallab oldik. Bu qotgandan keyin qisqasi bir 4 kunlarda boyagi aytgan grammirovkaga tushadi. 60 ga shunaqa tushadi. Shu tariqada do'stlar davom etamiz bu yog'ini. Sizlar ko'rib borsalaringiz bo'ladi. Albatta like, kommentariyada savol javob qilsalaringiz ham mumkin. Savollarga javob beramiz. Bu bitta platformaga yuklanadigan video emas. Bu albatta YouTube kanalimiz boyagidek blokka ketgan yangi YouTube kanalimizga va TikTok kanalimizga qo'yilib ketadi bu video. Albatta kommentariyalar yozsangiz, nimasini qilayotgan tushunmayotgan bo'lsalaringiz, albatta kommentariyada shunga turib javobini ham yozib ketamiz qo'limizdan kelgan. Tak mana aytgandek, qanday quritish ma'nosini desa, bu masalan mana bitib taxlab qo'yganmiz. Bu ham uyni o'zida qilganmiz. Mana shu yerga hozir shu 25 kilo qurt taxlandi. Agardaki kimda Ulug'bek ketib qoldi, oxirgacha ish qolmadi. Agar kimdaki masalan bunaqa vaziyat bo'lmasa, unda uyga qo'yishi mumkin. Ko'cha sovuq bo'lsa, uyga qo'yishi mumkin. Lekin quyosh bu ko'rish shart emas. Quyosh chiqdi, masalan, endi bizda quyosh chiqsa, yuqoriga narsa qo'yamiz, yorib tashlaydi. Keyin mana bularni ham tayyorladik aytganday. Mana ko'ryapsizlar, mana paketlangan holda. Ulug'bek shu yerda ham qochib ketdi. Magazinga so'ragan uchun tayyor qilib qo'ydik shu bunday paketlarda. Kimgadir kerak bo'lsa, bunday paketlarda mana. Hozir kimgadir kerak bo'lsa, mana nomer to'liq zakaz qilsalaringiz bo'ladi. Mana bunday tayyor bo'ldi. Qurishi. Yana ko'rsatamiz dalshisini.
Mana bu ko'rganingizday уже ikkinchi kun bo'lyapti. Ustiga ham yozib qo'yamiz. Videoda ham bilinadi. Ikkinchi kuni mana taxlaganimiz. Aynan quyosh tegayotgan vaqtda chekkaga olib ichkariga kirgizyapti. Chunki quyosh hali bunga tegishi kerak emas. Mana bu turishda mana ko'rsangiz bo'ladi qanaqaligi. Kattalik bo'lgan o'sha. Ikkinchi kun уже oradan 2 kun o'tayotgan payti уже почти bir 20 grammlar yo'qotdi. Bu endi kesilganlari ichkarida bordi. Buni ham yuqoriga qo'ydik. Tursin deb aytib qo'ygan. Quyoshni to'g'ridan to'g'ri ko'rish kerak emas. Shuning uchun quyosh tushayotganda 3 kungacha ichkariga kirgizib yana qaytarib